Salom, sizlar bilan men Akmal. Bu video mening YouTube kanalim uchun mo'ljallangan. Bu videoda biz sizlar bilan mening mini ob-havo trekking qiladigan proyektim haqida ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda u shunaqa ko'rinishda. Ozgina simlari chalkashgan, lekin tartiblasa bo'ladi. Birinchi SP32 moduli, keyin SD karta o'qiydigan modul, DHT11 ob-havo temperatura va namlikni o'lchaydi. Bu esa SD kartaga yozayotganda vaqtni hisoblash uchun RTC modul. Bunda ham temperaturani o'lchash imkoniyati bor. Mana bu yerda uning kodini yozganman. Mana bu yerda yozilgan. Bu da yozilmagan. O'zim yozganman, faqat shu namunaviy kodlardan qarab yozilgan. Hozir bundan SD kartni olib, notebookga olib, ichidagi ma'lumotni o'qib ko'ramiz. SD kart ulandi. Ochamiz. Akmal data CSV faylda yaratilgan, ya'ni comma separated value. Shunda yaratilgan. Men bu proyektimda SQLite ni ham ishlatganman. O'zim o'rganayotganim uchun. Hozir 3-papkaga kiramiz. Bu yerda mana shuncha data 1 dan 6 gacha bo'lgan papkalar bor. Endi biz 7-sini yaratamiz. Data 7 ning ichiga kiramiz. Boyagini tashlaymiz CSV faylda. Endi uning ichiga schema faylini tashlaymiz. Endi anaqani ochamiz. Bu yerga borib olamiz endi. Mana o'sha yerga kelib oldik. Mana bu yerda ilashtirgan bo'lsak 3 ta papka bor. Mana data 7 ga kiramiz. Bizning u yerda CSV faylimiz bilan schema faylimiz bor. Schema faylini ham o'zim tuzganman. SQLite o'rganayotganimiz uchun hozir uni ichini ko'rsataman. Mana schema faylimiz nimadan iborat? Data degan table yaratadi. Unga ID, temperatura DHT, humidity DHT, temperatura RTC, time day, time second. Keyin ID ga primary key beramiz. Buni temp degan vaqtinchalik table ga import qilamiz. Keyin tempning ichida uni tozalab olamiz. Ya'ni null value'lar bor. Mana bu yerda ko'rsatiladi bo'ladi. Data CSV da mana o'rtada ochiqchalar qolgan. Ana shularni tozalab tashlash uchun buni mana shu qatorda ishlatamiz. Keyin insert qilamiz. Tempdan dataga, keyin tempni o'chirib tashlaymiz. Hozir mana bu yerdan ana shu ishni qilamiz. Birinchi o'rinda SQLite 3 data.db yaratildi. Schema fayldan read qilamiz. Qiymatlarni olmadi, boyagi nolli qiymatlarni. Endi esa hozir ichini ko'ramiz. Schema deb yozadigan bo'lsak, mana bizda dataning schemasi. Endi data degan table bor.
Endi shu ichidan hamma narsani tanlaymiz. Mana 2026 7:29 5 dan 49 minut o'tgangacha yozilgan. Har 6 minut yozadi. Mana soat 5 dan 54 minut o'tgan. Mana bu mana tepaga chiqib ko'rsataman. Hozirchalikda 649 ta ma'lumotimiz bor ekan. Buni bunday qilib bilsak ham bo'ladi. SQLite'ning o'zi. Mana 649 ta ma'lumot bor. Ana boyagi skemadagi tablelar hammasi mana temperatura DHT, humidity DHT. Bu mana shu DHT 11 dan olinadigan ma'lumot. Temperatura RTC esa bu mana shu RTC modulidan olinadigan mana shu. Vaqtni ham temperaturani ham o'lchasa bo'ladi unda. Lekin o'ta aniq emas. Time day 2026 7:26 7-oy 26-kun time second mana vaqt hammasiga ID berilgan. Bu proyektimni qilishdan maqsad o'zi hardware proyektlarga qiziqaman va bunda SQLite'ni o'rganayotganim uchun SQLite'ni qo'llab ko'rish niyatim bor edi va SQLite'ni qo'llab ko'rdim. Birdaniga SQLite database yaratib fleshkaga saqlamadim, lekin CSV fayl yaratib uni import qilib olishni epladim hozirchalikda. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni esdan chiqarmanglar. Qandaydir taklif va shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozsalaringiz bo'ladi.